Sizning butun ma'lumotlaringizning narxi $15 bilarmidingiz? Hozir tushuntirib beraman. Siz esa obuna bo'lishni unutmang. Men sizni ma'lumotlaringizni qora bozordagi narxini bilib keldim. Sizning to'liq profilingiz, ismingiz, manzilingiz, kasallik tarixingiz, yozishmalaringiz qora bozorda atigi $10 dan $20 turadi. Sizning Telegramdagi yozishmalaringiz, YouTube'dagi ko'rish tarixingiz, hammasi sotiladi va kimdir bundan millionlab pul ishlaydi. Siz esa shunchaki memlar ko'rib o'tirasiz. Bundan qanday himoyalanish mumkin desangiz, to'g'risini aytsam, bundan himoyalanishning usullari ko'p, lekin effektiv usullari juda ham kam. Birinchidan, smartfoningizning nastroykasiga kirib, ilovalar ro'yxatiga kirib, qaysi ilovalarga siz mikrofon ishlatish ruxsatini berganingizni ko'rib chiqing va keraksizlarini o'chirib qo'ying. Bundan tashqari, har xil joylardan SMS kelganda farqi yo'q. Raqamingizgami yoki Telegramingizgami SMS kelganda va ularda agarda havola bo'lsa, u havolalarga bosa ko'rmang. Shubhali saytlarda ro'yxatdan o'tmang. 18+ saytlarga kirmang. Va shularning hammasini qilganingizdan keyin ham sizning xavfsizligingiz 100% gacha oshmaydi. Sizning xavfsizligingiz atigi 40% gacha oshadi. Qanday qilib o'zingizning ma'lumotlaringizni hammasini to'laqonli himoya qilishni bilmoqchi bo'lsangiz, bizning Telegram kanalimizga kirib, gaydni o'qishingiz mumkin. Yoki izohlarda plus qoldiring va men sizga u gaydni yuboraman.